Hammasi yaxshi bo'ladi, o'rtoq. Men aytib qo'yganman. Molni senga o'zini narxida beradi. Foydasini bir necha barobar ko'rasan, o'rtoq. Qo'rninglar. Yaxshimisan, o'rtoq? Yaxshi kelding. Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat sekin. Temur o'rtoq, qalaysan? Kiraga chiqyapsan. Ishlaring o'xshayaptimi ish qilib? Ha. Amalyapman. O'rtoq, uyingga bora olmadim. Aytgan pulingni topa olmadim. Ishonasanmi? Hali pul qidirib yuraman. Uyingni pulichi? Faqat darrov ishlatib yubordim demagin. Jiyanim uy sotayotganda qarasam arzonroq ekan. Shartta sotib ola qoldim. Qaysi jiyaning? Xolamning o'g'li bor-ku. O'rtoq, shuni uyimga kelib, yotig'i bilan tushuntirsang bo'lardi-yu. Mana tushuntiryapman-ku, uyingga borishim shartmi? Uyingga pul bilan boraman deding. Rosa kutib o'tirdim uyda. Shuni telefon qilib aytib qo'ysang bo'lardi-yu. Arzimagan narsaga xafa bo'ladigan bo'lib qopsanmi? Shu arzimagan narsam, o'rtoq. Ahvolimni ko'rib turibsan-ku. Zarur bo'lmaganda sendan pul so'rarmidim? Nima? Men seni shu ahvolga tushirdim. O'zing kallangni ishlatib, to'g'ri ish qilishing kerak edi. Shunaqami? Mayli. Tushunarli. Afzal, Ha, o'rtoq. sen menga qarz berib tura olmaysanmi? Qarz? Ha. Hozircha ortiqcha pulim yo'q, o'rtoq. Molga tikib qo'yganman. Ortiqcha deysanmi? Uni ortiqcha bo'lmasa bermaysanmi? Nima? Endi senga pul kerak bo'lib qopti deb, men uyimni sotib berishim kerakmi? O'zing hal qil, o'rtoq. Ana uyingni sot. Uyimni sotib bo'lganman. Uyingni sotib bo'lgan bo'lsang, tanish bilishing bordir, qarindosh urug'ing bordir, aka-ukang bordir. O'shalardan olib tur, o'rtoq. Menda pul bo'lsa sendan ayamayman-ku. Tanishlarim ichida eng boyi sensan-dek, o'rtoq. Mana yana bittasi Sherzod. O'ziga to'q. Kimdan so'rayman boshqa? Qarz berib turlaring. Yeb ketmayman pullaringni, qaytaraman oyoqqa turib olganimdan keyin. Qayda olaman pulni, o'rtoq? Aytdim-ku, molga tikib qo'yganman deb. Endi sen uchun yana birovdan qarz so'ramayman-ku. Qamalib ketishim mumkin. Shuning uchun men sizlardan yordam so'rab keldim. Yaxshi ham seni biza bankrot qilamiz. Bo'lmasa hammasini bizaga to'latarding. To'ppa-to'g'ri aytding, o'rtoq. Ish boshlayotganimizda ozgina pul bergandi. O'shani minnat qilib endi bizdan pul so'rayapsanmi? Men minnat qilmadim shekilli. Mana ko'rib turibmiz-ku, o'rtoq. Lekin o'sha arzimagan pulni tez orada senga qaytarib berganmiz.